Kampir turibdi, bechora yoz paytida yung paypoq sotyapti. Hech kim olmaydi endi, katta qo'pol yung paypoq ekan. Shuni turibdi, 90 ga kirgan, o'tiradigan joyi yo'q, bir ustunga suyanib turibdi. Rus ayol, juda sochlari tushib ketgan. Keyin bordik, bu biz shopirimiz bilan qarang, so'rang, bu nimaga turibdi desam, keyin so'radi u kishi, bu issiq kunda chillada gun paypoqni kim oladi dedi. Nushtoy nima qilay dedi, mani bola chaqam yo'q, nima shuni hozir sotib amallab dedi, bitta ishtiq tuxum olaman, ketaman, ilojim yo'q, bir olar bittasi dedi. 3 kunda bitta paypoq to'lab kimdir oladi dedi, turaman shu yerda kechgacha bo'lsa ham dedi. Ikkita ekan qo'lida. Oling dedim, ikkalasini dedi. Keyin oldik. Subhanalloh, rosa duo qildi. Ertasiga men 5-6 yilda bitmagan ishim ertasiga bitib qolsa bo'ladi. Shunaqa ko'rdinglarmi, bu atrofingizda musulmon mana Hazrati Ibrohim alayhisolatu vasallam Ka'ba-i Muazzamani qurganlarida Allohdan so'radilar: "Yo Rabbi, Ka'bani qurdim o'g'lim bilan, Ismoil bilan. Undan ham ulug' ish bormi?" deb so'radilar. Ka'bani. Undan ham ish ulug' bor dedi Alloh taolo. Bor dedi. Qanaqa ish dedi? Bitta och odamni to'ydirish dedi Alloh.